Javada butun sonlar turlari arifmetik amallar. Butun sonlar turlari quyida keltirilgan. Bular bayt, ya'ni 8 bitli xotirani joy egallaydi va umumiy 2 darajasi 8 ta elementni o'z ichiga oladi. Ya'ni bular -128 dan 127 gacha bo'lgan sonlarni o'z ichiga oladi. Short bu 16 bitli butun sonlar turi uchun ishlatiladi. Bu ham 2 darajasi 16 ta sonni o'z ichiga olib, -32768 dan 32767 gacha sonlar kiradi. Keyingisi bu int hisoblanib, 2 darajasi 32 ta elementni o'z ichiga oladi. Bu ham 32 bitli ishorali butun son hisoblanadi. Keyingisi long xotirada 64 bit joy egallaydi va 2 darajasi 64 ta sonni o'z ichiga oladi. Qiymatlari quyida keltirilgan. Butun sonlar ustida arifmetik amallar mavjud. Ma'lumki, maktab darsligida quyidagi asosiy arifmetik amallar bor. Bu arifmetik amallar dasturlashda ham ishlatiladi. Bular qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish hisoblanadi. Qolganlari esa ularning hosillalari hisoblanadi. Xususiy hollari. Qo'shish ma'lumki, ikkita sonning yig'indisini topish uchun ishlatiladi. Ayirish ayirmani, ko'paytirish ko'paytmani hamda bo'lish bo'linmani natijasini aniqlash uchun ishlatamiz. Bu yerda yana bitta simvol kiritilgan. Bu amal qoldiqli bo'lish, ya'ni bir sonni ikkinchi songa bo'lgandagi qoldiqni aniqlash uchun ishlatiladi. Masalan, 10 sonni 3 ga bo'lganimizda qoldiq 1 ga teng. Xo'p, biror bir sonning, ya'ni o'zgaruvchining ishorasini ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni u musbatmi yoki manfiymi? Bular uchun unar plus hamda unar minuslardan foydalanadi. Odatda plyusni qo'yish shart emas, lekin agar manfiy soningiz manfiy bo'ladigan bo'lsa, minusni qo'yish kerak, ya'ni tavsiya etiladi. Keyingisi bu amalimiz bu ta'minlash, ya'ni biror bir o'zgaruvchiga biror bir qiymatni ta'minlash hisoblanadi. Masalan, x o'zgaruvchiga 10 qiymatini ta'minlash. Bu yerda teng belgisi ikkita sonning tengligini, ya'ni taqqoslash emas, biror bir o'zgaruvchiga qiymatni ta'minlash, ya'ni biriktirish deb ham aytish mumkin. Joylash, bu sinonim ko'rinishlarida aytadigan bo'lsak bo'ladi. Keyingisi bu plus ham ko'rinishda yozilib, bu inkrement amali, ya'ni 1 ga oshirishni ko'rsatadi. Ya'ni biror bir o'zgaruvchining qiymatini 1 ga oshirishimiz mumkin yoki minus bu 1 ga kamaytirish hisoblanadi. Ya'ni o'zgaruvchining qiymatini 1 ga kamaytirish hisoblanadi. Bu dekrement deb ataladi. Xo'p, inkrement hamda dekrementlarning ikki xil ko'rinishda foydalaniladi. Bu postfix inkrement yoki dekrement yoki prefix ko'rinishda. Aytaylik, bizda int turidagi a teng 1 o'zgaruvchisi bo'lsin. A plus bu a ning qiymatini 1 ga oshiradi. Bu o'zgaruvchidan keyin plus kelsa, demak bu postfix hisoblanadi. Ya'ni postfix inkrement hisoblanadi. Agar o'zgaruvchidan oldin keladigan bo'lsa, bu prefix amal hisoblanadi. Ya'ni prefix inkrement hisoblanadi. Plus a. Bu yerda postfixda oldin
ifoda bajarilgandan keyinchalik o'zgaruvchining qiymati o'zgartirilsa, prefiksda oldin o'zgaruvchining qiymati o'zgarib, keyin ifoda bajariladi. Bunga misol sifatida 3-misolni qaraydigan bo'lsak, int teng s teng a plus plus. Aning dastlabki qiymati 3 ga teng edi. Demak, ifodamiz bu yerda ta'minlash hisoblanadi. Birinchi ta'minlash bajariladi, ya'ni s ga a ning dastlabki qiymati 3 ta'minlanadi, keyin a ning qiymati 1 ga oshiriladi, ya'ni a teng 4 bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu 1 ga kamaytirish ham shu 1 ga oshirish kabi, ya'ni inkrement kabi ishlaydi. U ham postfix ham prefix ko'rinishlari mavjuddir. Bundan tashqari amallarning ta'minlash bilan sodda ko'rinishi mavjud. Ya'ni qo'shish ta'minlash bilan, ayirish ta'minlash bilan, ko'paytirish ta'minlash bilan, bo'lish ta'minlash bilan, qoldiqli bo'lish ta'minlash bilan ko'rinishlari mavjud. Masalan, aytaylik, a imiz 1 ga teng bo'lsin. A teng a plus 10 yozmoqchi bo'lsak, uni qisqartma ko'rinishda a plus ta'minlash teng 10, ya'ni a plus teng 10 ko'rinishda yozsak, bizga a teng a plus 10 bilan teng kuchlidir. Yoki a minus ta'minlash bilan, ya'ni a minus ta'minlash bilan 2 yozsak, o'sha a teng a minus 2 bilan teng kuchli ko'rinishda va hokazo. Bunday ko'rinishda, qisqartma ko'rinishda yozishimiz mumkin. Keling, misollar ko'radigan bo'lsak, yangi fayl yaratamiz. Aytaylik, dars 2 public static void main. Hop, o'zgaruvchi yaratishga e'tibor beraylik. Butun son turidagi, masalan, birinchisi bu byte. Aytaylik, byte a teng 2 ga. Hop, a ning qiymatini ekranga chiqaramiz. C6 a. Ishga tushiramiz dasturimizni. Hop, mana 2 chiqmoqda. Biz boya aytdik, a ya'ni byte turi 2 darajasi 8 ta elementni o'z ichiga oladi, ya'ni 256 ta elementni, ya'ni 256 ta sonni o'z ichiga oladi. Keling, biz shu sondan qiymat kattaroq, ya'ni -128 dan 127 oraliqdagi sonni emas, undan kattaroq sonni kiritadigan bo'laylik. Masalan, 120, 212 bo'lsa aytaylik. Mana IntelliJ'dan o'zi xatolik beryapti. Bu o'qiydigan bo'lsak, tipini o'zgartirishga yoki castingdan foydalanishni so'rayapti, chunki byteimiz -128 dan 127 oraliqda. Agar undan yuqori son kiritadigan bo'lsak, qiymatning yo'qolishi sodir bo'ladi. Shuning uchun integrallashgan muhitimiz bu haqida ogohlantiryapti. Xatoliklarni oldini olish maqsadida. Demak, byte turida e'lon qildikmi? -128 yozsak mana kirityapti. Agar minus olmayapti, ya'ni xatolik beryapti. -128 dan 127 gacha bo'lgan oraliqdagi sonlarni bilan ishlashimiz mumkin, ya'ni byte turida e'lon qilingan bo'lsa. Xo'p, undan yuqorisi bu short, ya'ni bu yerda 2 byte hisoblanadi. Bu 2 darajasi 16 ta elementni, ya'ni sonni o'z ichiga oladi. Aytaylik,
127 aytaylik 256 2556 yoki ko'rinishda yozadigan bo'lsak ham ushbu sonlarni qabul qiladi toki 32 mingdan oshmasa, yana 2566 deylik masalan. Oldi aytaylik endi 33 ming. 33 ming yozadigan bo'lsak, bizda xatolik ro'y bermoqda. Demak, sizga yana kattaroq sonlar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, demak kattaroq tipdan, ya'ni butun turdan foydalanishingiz kerak. Agar short etmaydigan bo'lsa, intga murojaat qilish kerak. Xo'p, int ham 2 darajasi 32 ta elementni, ya'ni sonni o'z ichiga oladi. Undan ham yuqoriroq kattaroq son foydalanmoqchi bo'lsangiz, bu holda longdan foydalanish kerak. Long bu butun sonlarning kattasi hisoblanadi. U 2 darajasi 64, ya'ni elementni o'z ichiga oladi, ya'ni 2 daraja 64 ta sonni o'z ichiga oladi. Bundan ham kattaroq sonlar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, ma'lumotlar strukturalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Bu turlar Java tilida kiritilgan turlar hisoblanadi, ya'ni standart bo'lgan tur hisoblanadi. Xo'p, keling masalan quyidagicha qo'yaylik. Aytaylik 2 ta son berilgan, ularni yig'indisini topish kerak. Xo'p, sonlarni kiritish uchun skaner obyektdan foydalanamiz. Skaner new skaner va bu yerda system in deb yozamiz. Xo'p, mana shunday ko'rinishda obyekt yaratiladi. Undan keyin ushbu obyektdan ma'lumotlarni kiritishda foydalanadi. Hozircha obyekt tushunchasi siz uchun qora quti. Keyinchalik o'rganish jarayonimizda darslarda ushbu elementni ham kengroq to'xtalib o'tamiz. Hozircha qanday yozilgan bo'lsa, shu holatda eslab qoling. Keyinchalik uning ma'no mazmunini o'rganib olishimiz mumkin. Keling, int turida ikkita o'zgaruvchi yaratamiz, int a hamda b va natijani chiqarish uchun c degan o'zgaruvchi yarataylik. I'imiz teng bo'ladi. Xo'p, bizda int turida bo'lganligi uchun scanner deb yozamiz. Scanner, keyin next int, ya'ni keyingi kiritilgan int sonni o'qib olamiz. Undan keyin b deb yozamiz. B teng scanner next int ni kiritamiz. Xo'p, buna ikkita son kiritildi. Ularning yig'indisini topamiz. S teng a qo'shilgan b ko'rinishda bo'ladi va natijani ekranga chiqaramiz. Natija S. Dasturimizni ishga tushiramiz. Aytaylik, birinchi son 2 ga, ikkinchi son 3 ga teng bo'lsa, yig'indisi demak 5 ga teng. Xuddi shunday boshqa operatorlarni foydalanishingiz mumkin, ya'ni boshqa amallardan foydalanishingiz mumkin. Masalan, ayirish qo'yadiganmiz. Ikkita sonni agar qo'shish o'rniga ayirish belgisini qo'yadigan bo'lsak, ikkita sonning ayirmasini topadi.
bo'lishga tushiramiz. Aytaylik 3, 2 deb yozsak, natija 1 yoki 2, 3 deb olsak, natija -1 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Biz shunday ko'paytirishni ham ishlatishimiz mumkin. Ko'paytirish 2, 3. Natija 6 ga teng. Xo'p, bo'lish ham amalga oshiradigan bo'lsak, bo'lish belgisini qo'yamiz va tugmasini bosamiz. 2, 3 yozadigan bo'lsak, natija 0 ga teng. Nima sababdan? Agar 2 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, aslida 0,6 davrida 6 bo'ladi. Ya'ni 0,666 ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, bizning ma'lumotlar turimiz int turda, ya'ni butun son bo'lganligi uchun faqat o'sha butun qismi bilan oladi. Ya'ni 0,66 bo'ladigan bo'lsak, bizda butun qismi 0 ga teng. Xo'p, keyinchalik haqiqiy sonlardan turdan foydalanganimizda ushbu xatolikni bartaraf etishimiz mumkin. Ya'ni o'sha haqiqiy son ko'rinishda ifodalandi. Buning uchun maxsus tur bor. Keyingi darslarda ko'rib o'tamiz. Keyingi element bu qoldiqli bo'lish. Qoldiqli bo'lish amalimiz quyidagi ko'rinishda ifodalanadi va aytaylik 2, 3 da yozadigan bo'lsak, qoldiq 2 ga teng. Ya'ni butun qismi 0, qoldiq qismi 2 ga teng, yoki aytaylik 5, 3 deb yozadigan bo'lsak, qoldiq qismi 2 ga teng ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 5 ning ichida 3 bitta, 5 dan 1 karra 3, 5 dan 3 ni ayiradigan bo'lsak, qoldiq qismimiz 2 ga tengligini ko'rishimiz mumkin.